Achchiq oshga ham kelib oldi. Ofitsiant! Labay! Bizlardan endi bitta zakaz ola qoldi, jiyanim. Opalar, nima olib bering? Qanaqa setlaring bor? Bitta 6 kishilik setimiz bor. Bitta 3 kishilik setimiz bor. 3 kishilik ham to'yish ham achchiq osh bo'ladi. Bizga achchiq oshidan bera qolinda. Opalar. Voh, achchiq osh ham keldi. Bay. Ko'rinsini, qara buni ko'rinsini. Oybek, ana endi kel biza bilan o'tirmasang Yo, bo'ladi. rahmat, ishdaman. Yo, unaqada turamanmi? Ya, o'zi 2-3 qoshiq yeyman. Bo'ldi, 2-3 qoshiq yesang birga o'tirib yeymiz, kel. O'tir. Voy. Hey, to'xta, hey. Nima qilyapsan? Bizda qoshiq yo'q-ku. So'rdomanda bor-ku. Voy, o'rtoqlar. Mana shunaqa pishuv ofitsiantligi mana shu videoni yuborib asabini buzib tashlaylar. Qani ishxonada shunaqa pishuv ishlarni qilib yurishmasin.